Demak, aziz tomoshabinlar, bugungi navbatdagi mavzuimiz axloqiy ta'limotlar tarixi, umumiy ta'rif. Ya'niki buddizmda rejamizda keltirgan buddizmda, islomda, xristianlikda yangi davr etikasi, shuningdek eng yangi davr, ya'niki 20-asrdagi o'sha axloqiy ta'limotlar haqida bugun suhbatlashamiz. Demak, nimadan boshlaymiz? Buddizmdan boshlaymiz. Buddizm 3 ta katta dinning eng qadimiysi hisoblanadi. Bu din o'sha eramizdan oldingi deb aytamiz, miloddan oldingi 5-6-asr, 4-5-6 asrlarda Hindistonda, bugungi Hindiston zaminida, hududda nima bo'lgan, paydo bo'lgan. Bugungi kunda buddizmda 400 milliondan ortiq, 400 millionga yaqin inson nimalarda e'tiqod qiladi. Buddaviylikda 4 ta asosiy haqiqat bor. Ya'niki ularda nimalarni qilamiz? 4 ta asosiy haqiqat bor. Bular birinchisi azob uqubat mavjuddir degan aytiladi. Ta'limotda shunaqa 4 ta asosiy nimasi bor. Har bir tirik jon azob uqubat boshidan kechiradi. Shuning uchun har qanday hayot qiynoq, azob uqubatdir. Ikkinchi haqiqat esa qiynoqlarning nima sababi mavjuddir. Ya'niki inson moddiy narsalar yoki ma'naviy qadriyatlardan foydalanib, ularni haqiqiy va doimiy deb hisoblaydi. Shuningdek, shuning uchun ularga doimo ega bo'lishga intiladi. Uchinchi haqiqat, qiynoqlarni tugatish mumkin. Bu nima degani bu? Bu nima degani? Bu 8 ta narsaga amal qilish, to'g'ri tushunish, to'g'ri harakat qilish, to'g'ri muomala bo'lish, to'g'ri fikrda bo'lish, ya'ni o'sha to'g'ri fikrni jamlash, meditatsiya deb aytiladi. Va keyingisi qiynoqlardan qutulish yo'li mavjuddir. Ya'ni bunda yaxshi va yomon niyatlar intilishlardan butunlay uzilish, mehribon deb aytiladi yoki ruhning oliy maqomga erishishi. Buddizm ta'limotida 3 ta asosiy qismni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bu birinchisi nima? Meditatsiya deb aytiladi, ya'ni ruhiy to'planish deb aytiladi. Ikkinchisi axloq va uchinchisi donolik. Demak, ikkinchi qismimizda biz islomda axloq haqida gaplashamiz. Bu bizda ta'limotimizda eng asosiy 2 ta manba bor, buni bilamiz. Qur'oni Karim va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nimasi? Hadis shariflari. Axloq haqida eng chiroyli tarixda Qur'oni Karimda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda nima deyapti? Alloh aytadiki, albatta Alloh adolatni, ezgulikni va qarindoshlariga saxovat qilishni buyuradi. Ya'ni Nahl sura 90-oyatda. Bu oyat axloqiy qadriyatlarning asosiy tamoyillarini ifodalaydi. Ya'niki adolatni biz bilamiz, ijtimoiy ishdagi asosiy prinsip nima edi? Adolat edi, to'g'rimi? Va adolat bo'lganda qanday adolat? Ijtimoiy adolat. Ikkinchisi ezgulik. Birovga nima qilish, yordam berish, chin ko'ngildan o'sha yaxshi qilish nimasi? Tamoyili. Va oxirgisi qarindoshlarga saxovat qilish. Ya'ni bu yerda nazarda tutilayotgan narsa, asosiy narsa bu silai rahm. Mana shu yerda ya'ni o'sha ijtimoiy ishning asosiy tamoyillari bevosita ko'rsatilgan shu yerda. Islomda asosiy axloqiy tamoyillar iymon va taqvo. O'sha buni bilamiz, to'g'rimi? Allohga ishonch, itoat qilish va har bir ishda o'z zotdan qo'rqib, mas'uliyat sezish. Ikkinchi tamoyil bu adolat. Adolat haqida ko'p gaplashdik. Yana biroz vaqt ketamiz. Ya'ni adolat qilinglar. Bu taqvoga yaqinroq deb aytadi. Keyingi nimamiz halollik va poklik, undan keyin sabr va shukr, shuningdek mehr va oqibat, rahm shafqat, navbatdagi nimalar va oxirgisi nimamiz? Kamtarlik va soddalik. Bu yerda nima nazarda tutiladi? Kibr, mag'rurlik, o'zini ulashdan tiyilish, haqqoniylik va rostgo'ylik, yolg'on va hiylalardan uzoq bo'lish. Aziz tomoshabinlar, vaqtimiz chegaralanganligi uchun shu yerda to'xtashimiz to'g'ri keladi. Kanalimizni kuzatib boring. Sizga tashakkur aytamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha.